أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم dünyanın her qaysı joylaridagi Uyghur musulmon qarindoshlarim sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Qarindoshlar, mana hayt o'tdigicha Ramazonning 10i o'tib ketdi. Nurg'un baxt saodatman kishilarimiz bu 10 kunlik Ramazonni ro'zul bilan, Qur'on tilovati bilan Allah yo'lida her xil yaxshilarni qilish bilan Allah subhanahu va taolaga yaqinlashdi. Haqiqatan bu Ramazon bo'lsa, biz uchun tepilg'usiz bir oltin fursat. Mana bu Ramazonda jannatning eshiklari ochildi, do'zaxning eshigi taqaldi, shaytonlar bo'lsa kishallandi. Hammamizga bu fursat keldi. Shuning uchun bu fursatni hammamiz qadrlashimiz kerak. Bu fursatning ne kadar muhim bir fursat ekanligini bayon qilgan bir hadis sharifni sizlarga so'zlab o'taman. Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu shunday deydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning qishig'a ikki odam keldi. Ikkilisi o'xshash musulmon bo'ldi. Bunun birisi nihayeti tirishchan, taqva, ibadet bilan meşgul bo'lgan birisi edi. Yana birisi bo'lsa normal musulmon edi. Bu taqvosi bir qatamliq g'azotga chiqib shahid bo'lib ketdi. Yana birisi bir yildan keyin normal o'lib ketdi. Men tushimda bu ikkisining jannatning darvozasida tug'anligini ko'rdim. Jannatning darvozasidan bir farishta chiqib, bir yil keyin normal o'lib ketganini chaqirib jannatga akirib ketdi. Ondan keyin bir yil burun shahid bo'lgan taqvo musulmonni chaqirib jannatga akirdi. Menma jannatga kiray deb ishiga borsam, sening vaqting kelmadi deb meni qaytarib etdi. Deb mana bu tushni ko'rganligini Rasulullohning masjidida o'ltirib atrofidagi sahobalarga so'zlab berib Sahabiler bu işten hayran kalıvatatdı. Rasulullah bularning ahvalini görüp, sizlar nemeden hayran kalısılar? Keyin ölüp ketkeni olsa, bir yıl artık ömür kömüdü mü? Bir yıl artık roz tutmadı mı? Allah bilen qasam ki, bu ikkisinin o'ttirislik farq osmon zaminning o'ttirislik farqdek farq deb bir yil ortiq umr ko'rib, shahid bo'lgandan bir yil ortiq ro'za tutgan kishini mana mushundoq jannatga oldida kirdiganligi va bir yil ortiq ro'za tutganning fazilatining ne qadar ortiq ekanligini deb bizga bu Ramazonning haqiqatan bir cho'ng fursat ekanligini bayon qilib berdi. Qarindoshlarim, bu Ramazon nemiga fursat? Birinchi bo'lib Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda la'allakum tattaqun degan oyatdagi sizlar shu ro'za tutish orqali taqvodorliqinglarda bir voyaga yetasizlar deb Ramazonni farz qildik degan oyatga asosan Ramazondagi asosiy maqsad taqvodorlik. Endi bu taqvodorlik nima degan chaqda qarindoshlar? Mushu 4 ishni lozim tutgan odam taqvodorlikni o'ziga lazım tutgan bo'ladi. Birinchisi qarindoshlar, Allah haram qilgan ishlardan yiroq turish. Haromga qaramaslik, haromni so'zlamaslik, haromni yemaslik, haromni anglamaslik, harom tarafga mangmaslik. Mush Allah haram qilgan ishdan yiroq bo'lgan odam taqvo bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda ittaqul muharramat takun a'badun nas. Sen haramlardan jiroq tursan, eng yaxshi bir banda bo'lsa, yana eng taqvo banda bo'lsan deydi. Ikkinchisi qarindoshlarimiz, Allah farz qilgan farzlarni sifatlik ado qilish bilan ado qilsak taqvo bo'lamiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shunday deydi: "Ma taqarraba li 'abdun bi shay'in habbu ilayya mimma aftaratu alayhi." Bende bana men onu farz kılgandın suyumlukrak bir ibadet bilen bana yakınlaş bakmadı deydi. Yani digini
Maň bendem en ýakyn bolgan wagty men farz kılgan ibadetlerini ýaxşy ada kılgan wagty deydi. Bu farz kılgan wagtlardan mana bizge farz kılgan roza, bizge farz kılgan namaz, bizge farz kılgan zakat ve bizge farz kılgan hac. Bu tötüden ilgiri bizge farz kılgan Allah ve Allah'ın Resulüne iman etiş. Üçüncüsü kırındaşlarımız takva bulaysak, üçüncü bizninki kıldığan işlerimizden birisi Allah bizge kılınlar degen nafl ibadetler. Yani ihtiyari kıldığan her kandak yaxşı ibadetler. Kolumuzdan qançılık kelse bu yaxşı ibadetlerini kılış. Tötüncüsü kırındaşlarımız bulup mu Ramazanda üzümüzün dinini öğreniş kırındaşlar. Muşundak dini derslerini anlaş. Her kandak bir Müslüman bilmeydiğen dini ve penni bilimler var. Bunun cümlesinden her kandak bir Müslüman bilmeydiğen Allah'a iman etiş. Yani imanın 6 erkanlarını biliş. Allah'a iman etiş, ferişlerine iman etiş, kitap'a iman etiş, peygamberlerine iman etiş, ahiret iman etiş ve takdirinin yaxşamalık iman etiş diyen bu İslam akidesinin asas prensiplerini biliş, ama bak biliş. Günahı kebirlerini biliş, haramlarını biliş. Ve şundakla Müslümanlar kımız bulmaydıgan yeni başka bilimler var. Mesela her bir Uygurlarının mesela harbiy ihtiyacını çıkıdak harbiy kumandalarının buluşu, siyasi ihtiyacı siyasi kumandalarının buluşu, tibbi ihtiyacı çıkıdak doktorlarının buluşu ve muşundak biz bilmez bulmaydıgan bilimler var. Bunu her bir Müslüman biliş gerek. Muşu töt işini kığa vaxtada her kandak bir Müslüman takva Müslüman buldu kırındaşlarımız. Şu pursatlarının birisi kırındaşlar, biz yani Ramazan'ı pursat, tepilgusuz pursat dedik. Şu pursatlarının yeni birisi olsa, muşu Ramazan'da ibadetini fevkulade, sübbetlik ve ihlas bilen Allah'ida köp vaktimizni ibadetlerini ötküzüş bilen Ramazan'ın pursatını ganimet bilgen bölümüz. Şu ibadetlerinin katardan karındaşlar, biz degендek hakiki roz tutuş. Fakat roza yiyiş içişten çekiliş emez. Hakiki roz tutuş. Ve şundakla namazlarımızı cemaat bilen okuş karındaşlarımız. İbn-i Musayyib radıyallahu anhu şundak deydi. Men 70 yıl cereyanida Resulullah'ın mescidide ezan toğlansılam men mescidi bulatdım deydi. Yani 70 yıl bir kıtım mı 5 vakt farz namazda mescidi bulmay kalgan vaktim yok deydi kardeşlerimiz. Demek bu namazını vaktida ada kılış ve şundakla akşamları biz bu Ramazanda taravih bilen okuş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem men qame Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zambi. Kim ki Ramazanda muş taravih namazını okuş için taravih namazının savabını Allah'tan kütüp muş taravih namazını okuş için orundan turgan bolsa onun burunqi günahları keçirildi deydi. Şu biz Ramazanda qılmakçı bolgan en muhim ibadetlerimizden sadaqa beriş qarandaşlar. Yani bu Ramazan sadakat ayı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem afdalu sadaka sadakatu Ramazan degen. Muş sadakatının en katısı Ramazan'da verilgen sadakat. Dava işlerimiz üçün, yetim yesirler üçün, aciz miskinler üçün, maarifimiz üçün, anı tilimiz üçün, muş Uygur'un davasıga, Uygur'un diniga ve Uygur'un ki muşu zulümden qutuluş üçün qılgan sadaqatlarımız en afzal sadaqat. Bulup mu Ramazanda qarandaşlarımız. Şunun üçün zakat araydıqlar Ramazanda arayımız. İnşallah Ramazanın ahırsa sadaq fitr berimiz. Ondan başka halisane sadaqat. Künde az bolsun mu qarandaşlar, muhina sadaqatlarını beriş. Ve şundakla muşu aydaki en katı ibadetlerinin yeni birisi bolsa qarandaşlarımız rozqan adamlarını iftar kıldırış. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem men fettara saimen kana lehu misle ecrihi gayre ennehu la yanqus min ecris saim şey'a. Kim ki Ramazanda bir kişini iftar kıldıysa
Aş roz tutgan adamның rozunun savabı iftar qıldıgan adamga buldu. Vahalanki roz tutgan adamның savabı kamlap qalmaydı dedi. Sahabalar qop ya Rasulullah. Hammamizning bu haqni bir mehmon qilib iftar qildik imkoniyatimiz bo'lmaydi. Biz qanday qilamiz degan chaqda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam agar sen bir yutum sutga bir tal xo'miga hatto bir yutum suvga iftar qildirsangmi mushu iftar qildiganlik bo'ladi degan. Shu Ramazondagi biz fursat bilib qildigan ibodatlardan Qur'on qarindoshlarimiz. Qur'on bo'lsa biz musulmonlarning, biz Uyg'urlarning qo'lidagi tepilg'usiz angishtar. Bu Qur'oni Karim bo'lsa bizning dinimizning birdan bir muqaddas kitobi. Yer sharida birdan bir qilib qolgan sog'lom ilohiy kitob. Mana bu Qur'oni Karimni o'qish, Qur'oni Karimni tafakkur qilish, Qur'oni Karimning qanday kitob ekanligini bilish biz uchun nihoyat muhim. Bo'libmi Ramazonda qarindoshlarim. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir harf o'qigan odamga 10 dan tatib 700 gich savob berdiganligini degan. Shundaq bo'lgan chaqda bir bet Qur'on o'qisak oz deganda 5000 ajrning bo'ldiganligi hadis sharifda bayon qilingan qarindoshlarimiz. Bu oy Qur'on oyi. Qur'on o'qiy oladiganlar uchun bir necha qatim Qur'onni tugutish, Qur'onning tarjimasini o'qib tafakkur qilish, bilmaydiganlar uchun Qur'on o'qishni o'rganib olish ey qarindoshlarimiz. Bu oydagi eng katta ibodatlardan qarindoshlarimiz, eng muhim ibodatlardan mushu Ramazon oyida o'zgarish qarindoshlar. Bu Ramazon oyi o'zgarish, o'zimizni isloh qilish oyi. Bu eng muhim. Masalan, qanday o'zgaramiz? Masalan, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam eng sahiy zot edi. Sahiy. Sahabalar deydi, "Kana Rasul sallallohu alayhi va sallam ajwadun nas" deydi. Rasululloh eng sahiy zot edi deydi. Va ajwad ma yakunu fi Ramazon. Ramazonda ajoyib bir sahiy bo'lib ketdiki, xuddi oyog'i uzilmay chiqayotgan shamoldek deydi. Biz bu hadisni nima tushunamiz qarindoshlarimiz? Rasululloh amaliyotda isil sifatlik sahiy zot edi. Ammo Ramazonda favqulodda sahiylashib ketdi. Bizning o'zgarish deganimiz shu. Biz axloqimizni o'zgarishimiz kerak. Ish harakatlarimizni o'zgarishimiz kerak. Qarindoshlarimiz, Ramazon Alloh subhanahu va taolo bilan orliqi jiroqlashib qolganlarning orliqni yaqinlashtiradigan fursati. Ramazon ibodatlarga sus qarab, ibodatlarga ko'ngil bo'lmaganlarning mush ibodatlarga ko'ngil bo'lib, ibodatlarning sifatli qilib Allah subhanahu wa ta'alaga yaqinlashish fursati. To'g'ri, biz 11 oyda qarindoshlarimiz har xil dunyo alaqchiligiga uni qilaman, bul qilaman deb Alloh bilan bo'lgan aloqamiz sal jiroqlashib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bu go'zal oyni, bu ulug' oyni bizga berdi. Bizni bu oygacha yashatdi. Mana bu biz haqiqatan bilishlik fursat. Mush fursatlarda biz har xil ibodatlarni yaxshi qilish, bo'libmi yurish turishimizda, axloqimizda bir o'zgarish hosil qilib, bir sifatlik musulmon bo'lish qarindoshlarimiz. Masalan, qanday qilamiz? Ramazonda hammanglar bilasizlar, biz ro'za tutamiz. Ro'za tutish jarayonida bir odam bilan jidallashmaymiz. Bir odamning g'aybatini qilmaymiz. Bir odamni haqorat qilmaymiz. Bir odamni urushmaymiz. Bir qalaymuqan to'lab ma'nisiz ish harakatlarni mantiqsiz bir pozitsiyada bo'lmaymiz. Bu Ramazonning talabi. Men oldingi darsda dedim. Payg'ambar alayhisalom laysa siyamu minal akli wash-shurb, innama siyamu minal lagwi war-rafas dedi. Ro'za tutganlik faqat yemek ichmakdan ro'za tutish emas, quruq gaplardan, axloqsiz ish harakat va gap so'zlardan ro'za tutish dedi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Biz mana shu 30 kun jarayonida buni mushu axloqsiz ishlardan, axloqqa yetmaydigan ish harakatlardan ro'za tutish orqali ish harakatimizda bir xil yuksalish hosil qilamiz qarindoshlarimiz. Mana bu ro'za. Mana bu ro'zani qilishimiz kerak. Masalan, aqllisi qarindoshlar, aqllisi. Mush Ramazonda soatga qarab turib biz suhurlik yeymiz. 1 daqiqa o'tkazatmaymiz.
iftog'imiz soatga qarab turib iftor qilamiz. Biz shunda aqallisi vaqt qirg'oyi qilishni o'rganamiz qarindoshlarimiz. Hayot demek, vaqt demek. Hozir dunyo demek, vaqt demek. Bizda aqallisi Ramazonda bir vaqt qarashi, vaqtni rioya qilish, madaniyat saposi paydo bo'lmasa, bu Ramazondan biz og'izni bo'g'ib qo'ygan kalidag'da chiqib ketib olamiz qarindoshlarimiz. Mana bu Ramazon. Shuning uchun bu Ramazonni mana mushunda tushunaylik. Biz mush Ramazonda taqvo musulmon bo'la olsak, Ramazonni haqiqiy yaxshi tuta olsak, mush dunyoning o'zida qarindoshlarimiz sifatlik, madaniyatlik bir insonga aylanamiz. Buning bizning vatanning davosiga, bu Uyg'urning davosiga ajoyib foydasi bor qarindoshlarimiz. Nima uchun biz ibodat qilamiz? Alloh subhanahu va taolo bizning ibodatlarimizga ehtiyoj yo'q. Bizni bir sifatlik, jannatga loyiq bu dunyoda bir o'lchamlik inson bo'lish uchun Alloh bizga bu ibodatni farz qildi. Biz buni faqat unutilib qolmaylik qarindoshlarimiz. Ya'ni ibodat qilib qo'ysak Allohning saltanati bir narsa avib qolmaydi. Butun dunyo xalqi bir vaqt kafir bo'lsa Alloh subhanahu va taolaning saltanatini bir narsa kamlab qolmaydi. Bu ibodatlar birinchisi bizni Alloh subhanahu va taolo bilan yaqinlashtirdi. Alloh subhanahu va taoloni qalbimizda aks ettirdi. Allah qalbimizda hozir bo'ladi. Shuning bilan biz o'zni va o'zgini biladigan bir odam bo'lamiz. Sifatlik odam bo'lamiz. Bu davoning, bu Uyg'urlarning buyuk Sharq Turkiston davosining yuksalish uchun, taraqqiy qilish uchun sifatlik da'vogarlar lozim. Bu sifatlik da'vogarlar dal Ramazon maktabidan chiqadi qarindoshlarimiz. Bu nuqtani bilaylik. Ramazonda g'ayvat shikoyatini to'xtatmayotgan, Ramazonda pishti basatni to'xtatmayotgan, Ramazonda boshqalarningki orqasidan gap tepishini to'xtatmayotgan ro'za tutganlar og'izni bo'g'ib qo'ygan kaldan boshqa narsa emas. Bir Ramazonda bo'lsin qarindoshlarimiz, tilimizni jig'ayli, ko'zimizni jig'ayli, quloqimizni pardalayli. Mana bu haqiqiy Ramazon. Alloh subhanahu va taolo bizni mushundaq Ramazon tutqili. Haqiqiy bir sifatlik musulmon bo'g'ili, sifatlik inson bo'g'ili, sifatlik da'vogar bo'g'ili nasib qilsin. Biz sifatlik bo'lish bilan birga davoyimizning sifatlik holati kelib, tahim taraqqiy qilib, eng yaqin fursatda vatanimiz Sharq Turkistonga erkinlik apkasin Alloh subhanahu va taolo. Ash qorong'u zindonlarda ko'zli pirdilayotgan ash qarindoshlarimizning qutulishiga bizni sabab qilsin Alloh subhanahu va taolo. Ashu xitoylashtirayotgan farzandlarimizni eng yaqin fursatda bir qutqizishga Alloh subhanahu va taolo bizni sabab qilsin. Mushunda bo'lish uchun sifatlik, taqvo musulmon bo'lishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.